Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Arasham brend kanali obunachilari, akalar. Mana dehqonchilik joyidan, xudo xolasa sizlar bopidan, bo'g'ozlardan keldi. Jonivorlar. Xudo xolasa narxlari ham cho'tki jonivorlarda. Videoni oxirigacha ko'ring. Like, tirsillat, kommentariyaga otanga rahmat deb tursangiz bo'ldi. Qanaqasidan so'rasalaring, xudo xolasa tavba berishga harakat qilamiz jonivorlar. Bitta ona bola 6 dona bo'g'oz bu yerda. Xudo xolasa jonivorlar. To'nini qarang jonivorni. Taglari o'ta yaqinlar jonivor. Onasini qarang. Xudo xolasa oldi bir oyga bormasdan tug'ishni boshlaydi jonivorlar. Oyoq qo'llari o'ta uzun. Bo'ylari 80 piliska olarasizlar. 85 lari ham bor ichida. Yoshlariga keladigan bo'lsak, jonivorlar 3-qoringa bo'g'oz hammasi. İçida bir dona ona bolasi bor. Ona bolasi ham shu bo'g'oz qatori ketaveradi. Jonivorlar. Orqalari kelishgan jonivorlar. Xudo xolasa yemini yeb turgan. Toza sor variantidan jonivorlar mana. Qo'yiladi tagi Qirg'izistondagi, Qirg'iziston Bishkekdagi jonivorlar. Xudo xolasa bularga qo'shilgan qo'chqonlari ham shu qo'rada. O'sha videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida bir ko'rsatib o'tib ketamiz qo'chqonlarni ham. Jonivorlar yuzlari ham tiniq jonivorlar. Ularga ishlov umuman berilmagan, shu yemini yeb turgan dehqonchilik joyi. Birinchi qo'l xudo xolasa. Xo'sh, bu birinchi partiyamiz. Narxlari 7,5 milliondan degani uyaldik, 7 million 200 dan telefon qilaverasizlar. Toshkentgacha dastlabkasi bor besplatni. Ikkinchi partiyalarni ham olishni boshlayveramiz bo'lmasa, ikkinchi partiya ham oxirigacha ko'raverasiz videoni. Shu aytib o'tilganda ona bolasi ham ichida ketaveradi. Hammasini olaman deyilganga, xudo xolasa xayri qilib beriladi, xudo xolasa. Bolasi qo'chqor jonivor mana. Oldi tug'ishni boshlagan jonivorlar. Soni 7 dona, 1 dona ona bola. Bo'lmasa narigi partiyani ham ko'rsatishni boshladik. Mana akalar ikkinchi partiyani ham olib chiqib oldik, xudo xolasa. Jonivorlar tug'oy deb turibdi bular ham. Bu taglarni qaranglar jonivorda. Xudo xolasa bir haftaga bormay tug'adi bularni oldi. Bularning ichida ekizachisi ham bor. Mana shunisi ekizachchi jonivor. Qondan qarang, ikki tomon qosilib chiqyapti jonivorning qoni. Soni 5 ta bo'ladi. Bular ham shu 3-qoringa bo'g'oz, beshalasi ham. Jonivorlar. Hamma yo'q kelishgan jonivorlar bular. Xudo xolasa narxlari qulay bo'ladi ham. Kelishtirib beramiz, aloqa chiqarasizlar xotirjam. Beshalasi bir joyga bo'lsa 7 million so'mdan ketaveradi akalar bular ham. Like bos, kommentariyaga otanga rahmat deb yozib tursalaring bo'ldi. Obuna bo'lishni ham unutmanglar. Ikkinchi partiyamiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, aloqa chiqib xayrisi ham bor jonivorlar. Bitta ikkitaga plyus minusi bor lekin. Endi bularga qo'shilgan qo'chqonlarni ham bir yo'la ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Mana akalar, mana shu qo'chqonlar qo'shilgan. Bu qora qo'chqorimiz, Erkatoy nomli qo'chqorimiz. Endi ikkita bo'ldi tishi bu. 1 yashar. Qulog'i 21 plyus. Mana jonivorlar. Mana shu qo'chqonlar qo'shilgan. Mana uzunligi 120 cm bu jonivorda, bo'yi keladigan bo'lsak, metrga yaqin 98-97 ta. Bunasini yarbanozlarning jonivorda. Xudo xolasa qo'chqonlarning yaxshilari qo'shilgan. Mana tozalari. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqaringlar, qo'chqonlarimiz ham sotiladi. Xudo xolasa zotga qo'shaman shu dalaga deganlar bo'lsa, xotirjam aloqa chiqaring. Ishlaring bitadi xudo xolasa. Video jarayonida xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Like, komment yozishni unutmang.